Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xush kelibsizlar bugungi suhbatimizga. Bugun bir hikoya aytib beraman. Hikoyaga kirishdan avval shuni aytib o'tishim kerak. Allohning eng sevimli bandalari har doim ham insonlarning eng sevimli odamlari bo'lavermaydi. Ba'zida odamlar juda yomon ko'radigan yoki kamroq yaxshi ko'radigan odamlar, insonlar yuqorida ko'proq sevilishi mumkin. Farishtalar tomonidan, Robbisi tarafidan. Buni hayotga qarasa ko'p ko'ramiz. Biz birovni yoqtirsak yaxshi deymiz. Yoqtirmasak uni darrov yomon deymiz. Hukmlar chiqaramiz. Vaholanki Allohning tarozisi boshqacha ishlaydi. Adolatli tarozidir. Bu taroziga ko'ra boyagi butun insonlar hamma nafratlanadigan biri eng yaxshi biri bo'lishi ham mumkin. Bugun men sizga aytib beradigan hikoya ana shunday biri haqida. Odamlar uncha yoqtirmaydi, ammo qiladigan bir ishi bor uni yuqorida sevgiga loyiq topilishiga sabab bo'ladigan, ya'ni Allohning muhabbatiga. Siz hikoyani diqqat bilan eshitsangiz ki oxirida 3 ta muhim bir xulosa chiqaramiz. Va bu xulosalar bizni hayotda bugungidan yaxshiroq bo'lishimizga albatta sabab bo'ladi deb o'ylayman. Unaqa, chunki biz yomon ko'radigan, ammo Alloh yaxshi ko'radigan bandalar atrofimizda ko'p bo'lishi mumkin. Mahallamizda, qishlog'imizda, shaharda biz yashaydigan. Biz uni ammo sezmayotgan bo'lishimiz ham mumkin. U kishini otini Vali deyishar ekan. Ismi Vali. Vali nima degani? Vali do'st degan. Vali deymiz. Allohning do'sti. Ammo u hech odamlar valamaki, ammo hech kim uni o'ziga bir do'st tutmasdi. Tabii buni sabablari bor edi. Hatto do'st tutish u yoqda tursin, bu valining ma'nosini biladiganlar u Allohning emas, u shaytonning do'sti degan ma'noda kalaka qilib mazax ohangida gapirganlar ham bo'lar ekan. Allohning do'sti emas bu. Boshqasini do'sti. Nima uchun bunaqa deb so'rasangiz, buni sabablari ko'p ekan. Odamlar tabiatan har xil bo'ladi. Qo'rs bo'ladi, tajang bo'ladi, jahldor bo'ladi, boshqa bo'ladi. Lekin bu ularni yomon odam, yomon inson ekanligini anglatmaydi. Bizni qishlog'imizda ham bor edi. Kichkinaligimizda bir rassom amaki, u haqida bir hikoya ham aytib berganman. Ko'rsa hamma qochardi. Gohida quvardi. Bu Vali akani ham qahramonimiz, Vali amakini ham deylik. Bolalar ko'p kalaka qilar ekan boshqa, toshni ko'tarib yuqoriga otaman deb nima qilsa hamma qochar ekan. Ammo hech qachon biror marta biror kishi uni tosh otganini ko'rmagan. Yoki bo'lmasa ko'chada Vali amaki kelyapti desa hamma uyga qarab qochar ekan, ko'chalar huvillab qolar ekan. Ayollar bozorlardan qaytayotib uzoqdan uni ko'rib qolsa, yo'lini o'zgartirib, bundan bir yomonlik kelib qolmasin bizga degan ma'noda uylariga boshqa ko'chalardan borar ekan. Chunki salom bersa gohida aligam olmas, teskari qarar, yuzini ters o'girib olar ekan. Ya'ni ba'zida og'zidan chiqqan qanaqadir bir nechta so'zlardan bir g'udurdangan tushunarsiz. Mendan uzoq tur degan ma'noda yoki odamni xafa qiladigan bir narsalar. Bilmadim, erkaklar to'yda, ma'rakada, masjidlarda uni yonida o'tirishni istamasgan, undan go'yo bir ziyon keladi kabi bir nima bor ekanda endi. Shunaqa odamlar har joyda bor-ku. Biz
Hayotimizga bunday qarasak, o'zimizni olib qochadigan, uzoqroq turishga harakat qiladiganimiz odamlar har joyda topiladi. Bu endi nimasida, tabiatida shunday narsalar bo'lishi mumkin. Yani bizga yoqmaydi. Ammo bu uni haqiqatan yomon odam degan bir o'lchovni qo'yishimizga, bir qolipga solishimizga sabab bo'lmasganda, to'ylarga chaqirilmasgan, mendan uzoq tursin, bunda bir balo keladi degan ma'nodada. Qayerda yashaydi desangiz, endi bu voqea ancha avval bo'lgan deyishadi. Qishloq chekkasidagi bir uyda. Eshiklari qiyshaygan, derazalarni doim bittasi siniq, o'tgan qaytgan bir tosh otib qo'ygan. Ichkariga begonalar kirmagan, do'sti birodari ham yo'q. Uyga chaqiriladigan, uyga keladigan odamlar ham yo'q. Yolg'iz. Uni nega yolg'izligi bu boshqa bir hikoyalar. Tirikchiligini qanday o'tkazishi ham noma'lum. Yo'qolib ketadi qayerlarga boshqa. Kimdir bu dankasi tilanchilik qilsa kerak deydi. Ammo hali shu paytgacha kimdir uni bir qo'l ochib tilanchilik qilganini ko'rmagan. Bilmadim, o'g'irlik qiladi, boshqa, ammo hali hech kim uni ushlamagan. Ya'ni u haqida, Vali amaki haqida tasavvurga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tasavvurlar bor, ammo uni birortasini hali hech kim ko'rmagan. Bu shunchaki insonlarning og'zidagi gaplar. Xullas, tushunib bo'lmaydigan bir odam. Tushunib bo'lmagandan keyin demak yomon-da u odam degan bir o'lchovlar ichida u odam. G'alati xilqat, g'alati. Endi g'alati bo'lgandan keyin har kimdan bir tamg'a yopishtiradi inson o'ziga. Boshqalardan boshqacha bo'lish, har xil tamg'alarga ma'ruz qolish degani. Bu yomon, jinni, dankasa, udur, budur, o'g'ri, boshqa. Nega? Chunki odamlar bilmayman deyish juda qiyin endi odamlarga. Hech kim bilmaydi, ammo bir yorliq yopishtirib yuboradi. Kunlardan bir kuni bir qishloqda podasini haydaydigan bir bola uni uyini oldidan o'tayotganda qaraydi, eshik qiya ochiq turibdi, ammo ichkarida sado yo'q. Boyagi bola bir qo'rquv bilan nima bor ekan endi ichkariga deb qaradi. Podasini birovga topshirib, ortiga qaytib, boyagi uyga qaradi. Jimlik. Sekin eshikni itarib ichkariga kirdi, mo'raladi. Boyagi Vali amaki joy namozi ustida yotardi. Bir qo'li go'yo duo qilayotgandek ochiq. Ikkinchisi balki ko'kragining ustida. Yuzlarida biroz tabassum bor. Xullas, vafot etadi yani. Bola yugurgancha qishloqqa borib xabar qiladi. Vali amaki olamdan o'tibdi deydi. Nima deb o'ylaysiz? Qancha odam, qishloqdagi qancha odam nima qildi? Hech kim hech narsa qilmadi. Ya'ni bir voh deydigan odam topilmadi. Hech kim yugurmadi. Hatto nima bo'pti ham deb so'raydiganlar soni juda kam edi. Lablarini burganlar ham bo'ldi. Hatto Alloh bir baloni bizdan daf qildi deganlar ham bo'lgandir. Kimlardir kulib, janozasidan ham bizni qo'rqitib o'rnidan turib kelishi mumkin degan bir hazillar ham o'rtaga tashlandi. Har xil, ya'ni gapga usta bo'ladi insonlar. Mana shunaqa paytlarda har xil gaplar gapirilaveradi. Ya'ni qishloqning havosi mana shunday bir sovuq havo edi. Vali amakiga nisbatan, hatto uni o'ligiga nisbatan ham. Qishloqning imomi kulbaga keldi, uning kulbasiga keldi. Haqiqatda u kishiga qaradi, jasadni yuvish uchun tayyorlash kerak edi, ammo hech kim chiqmadi. Kafan puli ham yig'ilmadi.
imom oxir o'zini yonidan kafanlik oldi. Yuvish uchun zo'rg'a ikkita kishi topildi. Ular ham u qishloqda odam emasdi, yo'lovchi odamlar. O Vali amakini ular hech tanimasdi. Hamma janoza namoziga chorlandi. Janoza bor deb e'lon qilindi. Juda kam odamlar keldi. Imom, cho'pon bola, jasadni yuvganlar, yana bir nechta odamlar keldi. Boshqalar ham bordi, lekin juda kam odam. Vaholanki qishloq juda katta edi. Go'r qaziladi, tobut pastga tushiriladi. Imom tuproq tashlashni boshlaydi. Shu payt qabristonning narigi chetida chol piyoda yaqinlashib keladi. Qaddi bukuk, soqoli oppoq, qo'lida hassasi bor. Nuvayga eskida Xizrga o'xshar ekan bu odam deyilgan, shunaqa bir odam. Nuroniy, nurli. Ammo u cholning ko'zlari ko'r. Keyin ma'lum bo'ladiki, o'sha mashhur o'sha yerda bir ko'r darvish degan bir odam bo'ladi, u kishi. Bu bizni Vali amakimiz yolg'iz bo'lgani uchun gohida u ko'r darvish bilan borib dardlashib o'tirar ekan. O'zi haqida, hayot haqida, qilayotgan ishlari haqida u kishiga gapirib berar ekan. U yerdagi imom, siz Valini qayerdan taniysiz deganda, men ko'r odamman. Bir darvish odamman. Yolg'iz bir odamman. Nima deb o'ylaysiz? Shuncha paytdan beri meni rizqim qayerdan keldi? Tabii Alloh berdi, ammo kim qo'li bilan berdi? Bu odam ko'p yillar menga eshigimning tagiga non qo'yib ketdi. Bir kuni kutib turdim kelishini. Quloqlari yaxshi ishlaydi, ko'rlardi, bilasiz. Qadam tovushlarini eshitdim va dedimki, ey birodar, to'xta, sen kimsan? O'zingni sir tutmoqchi bo'lsang, zotan men ko'rmayman. Ammo seni tanishni istayman bir qadar. Sen Allohning qaysi yaxshi ko'rgan bir bandasisan, bilishni istayman, dedim. Birinchi marta ovozini chiqarib gapirdi, o'zini tanishtirdi. Xullas kalom, undan keyin har kelganda dardlashdik, suhbatlashdik, boshqa qildik. Oxirgi borganda umri oxiriga yaqinlashib qolganini bilgani uchun meni qo'limga bir kitobni, bir daftarni topshirdi. Dediki, bu bir omonat, meni hech kimim yo'q edi. O'zim haqimda, hayotim haqida, qilgan ishlarim haqida bu daftarga yozganman. Ya'ni bir kundalikka o'xshagan bir daftar. Shu sizda qolsin. Boshqa topshirib tashlab ketadigan odamim yo'q. Darhol imom u daftarni oldi, qiziqib ichini ochdi, chunki har xil gap bor u odam haqida, hamma qiziqib va o'qishni boshladi. Bu yerda nima yozilgandi bilmadim. Taxminan hijriy 1300 bilmadim 80 nechinchi yil, bilmadim Rajab oyi, Halima xolani qizining uyiga 10 kilo un, 5 kilo guruch, 2 kilo shakar tashlab keldim. Eshigini oldiga hech kim bilmasin deb. Alloh inshaalloh dargohida qabul qiladi. Boshqa bir betni ochadi. 1382-yil Shabon oyi yetim Yusuf madrasaga borib o'qishi uchun eshigini tagiga tilla qo'yib ketdim.
bir xat qoldirdim va u yerda yozdimki, Yusufning otasining o'rtog'iman men. Buni otasini vasiyati. Yolg'on gapirdim, tagiga yozib qo'yibdi. Men otasining o'rtog'i emasdim, ammo Yusuf o'qishi kerak edi. Juda aqlli yigit edi u. Har kuni bolalarni ichida yurar ekan, ajralib turardi. Bu yolg'onim uchun ham Allohim meni kechirgin, sendan mag'firat so'rayman. Yana birida bilmadim, 1385-hijriy Muharram oyi beva Oyshaning uyi chakillab qolibdi. Uyda yo'q paytlari tunda borib tuzatib qo'ydim. Bolalari sovqatmasin deb, yaqinda qish. Uylarning yoniga bir eski bolg'ani tashlab ketdimki, bir qanaqadir usta tuzatibdi, bolg'asini unutib qoldiribdi deb o'ylasinlar deb. U imom o'qidi. Juda ko'p betda bunaqa narsalar yozilgan. Tabii u yerda boshqa narsalar ham yozilgandi. Lekin hammaga tegishli bo'lganlarini aytyapmiz. Xufiyona qilingan ishlar. Bilmadim. Safarning o'g'li kasal bo'lib qoldi bu tong. Shifokorga olib boradiganlar pullari yo'q. Derazaning yoniga bir hamyon qoldirdim. Safar yig'ladi. Uni topib olganda Allohga shukr dedi. Men ham shukr etdim. Shunday yaxshilikni qilishdi menga nasib qilgani uchun. Bilmadim, Latifa xolani yagona bir sigiri bor edi. U sigiri bugun ertalab nobud bo'ldi. Endi bolalari sutsiz qoldi. Bozordan bir sigir sotib oldim. Tunda eshigiga borib bog'lab qo'ydim. Va bo'yniga bir xat qistirdim. Haq taolodan bir hadya deb yozdim. Ertaga Latifa xola sigiri yoniga borganida Alloh seni kim orqali yuborgan bo'lsa ham o'shanda rozi bo'lsin deganini ham eshitdim. Duo qildi. Meni tanimasa ham. Men uchun shu yetarli. Imom yana to'xtata olmay o'qiyapti. Tizzalarida mador qolmadi. Chunki navbatdagi qog'ozda shunday bir misralar bor edi. Bugun Murod ismli bola menga tosh otdi. Peshonam qonadi. Uyga keldim, biroz ko'nglim to'ldi. Ammo Allohga shukr qildim. Nimaga? Chunki o'zimcha uddaladim dedim. Bu 40 yillik qilayotganim, aqlimni taniganimdan beri yoki imkoniyatim bo'lgandan beri qilayotganim yaxshiliklarni xolis Alloh uchun qilishni istadim. Hech bir yerda nomim aytilishini istamadim. Niyatim hamon sof. Men borimni ishlab topgan har narsamni bu qishloqdagilar uchun nima qilaman, sarflayman. Bu qishloqning bolalari menga tosh otadi va peshonamni qonatadi. Demakki, agar ular u yaxshiliklarga, ya'ni men bor budimni ular uchun sarflayotganimni bilsa, buni qilisharmidi? Yo'q, qilishmasdi. Bugun tosh otib meni peshonamni qonatish darajasidami? Demak, men niyatimga yetdim, ya'ni. Men bularga sevimli bo'lish yo'lini tanlamadim. Men Robbimga sevimli bo'lish yo'lini tanladim. Ya'ni Allohim sen sevadigan biri bo'lishni xohladim. Bu yaxshilik qilish kesilib qolmaganidan, qo'limga ular uchun beriladigan rizqni kelishi to'xtamaganidan bilamanki, balki seni sevgingga musharraf bo'ldim. Bular tosh otganidan bilamanki, bular meni tanimaydi. Men buni istagandim. Uzun jimlik. Va imom yig'lashni, ya'ni o'sha payt ko'zlariga kelgan yoshlarni artib, o'ziga kelib,
atrofga qaradi. Atrofda cho'pon, u jasadni yuvgan 2 kishi, musofirlar, boshqa kelganlar, qishloq ahlidan juda kam odam va u ko'r darvish. Hammalari jim o'tirgan holatlarda ko'z yosh to'kishardi, yig'lashardi. Keyin boyagi darvish boshini ko'tardi. Ko'rmaydigan ko'zlari bilan osmonga yuzini burib gapira boshladi. Deyarli 30 yildan beri bu odam meni eshigimga non qo'yadi. Ko'r ko'zlaridan yoshlar to'xtamasdi. Qabr boshida o sovuq bir shamol esganday bo'ldi. Qabr boshidagi tuproqdan biroz chang ko'tarildi. Darvish qo'liga hassasini oldi. Ko'rmaydigan ko'zlari bilan u qishloq odamlariga go'yoki bir hayqirganday bo'ldi. Dediki, orangizda bir vali yashab o'tdi. Ko'rmadingiz. Chunki ko'rsiz. U siz ko'rmagan narsani ko'rdi. Siz bilmagan narsani bildi. Bu tobutning ichida balki bu qishloq ustiga yog'iladigan balolarni 40 yildan beri qaytarib turgan bir odam yotibdi bu tobutda. Tuproqqa qorishdi endi. Bundan keyin Alloh sizni nima qiladi? Men bilmayman. Deb jo'nab ketdi. Va boshqa u qishloqqa qaytmagani aytiladi. Qishloqdagilar boshda bu gaplarga ishonmadi. U darvish, udur darvish budur deb endi darvishga o'tishdi. Ammo o'rtada bir dalil bor edi. O'rtada u yaxshiliklarni ko'rgan odamlar bor edi. Ularga qilingan yaxshilikni kim qilganini bilmaydigan odamlar bor edi. U Halima bor edi eshigi oldidagi 30 yil oldin eshigi oldiga o'sha bir qop unni kim tashlab ketganini bilmaydigan. U ko'z yosh to'kdi. U hozirda katta olim bo'lib yetishgan, Buxoroda madrasalarda o'qigan Yusuf ularga kim yaxshilik qilganini anglab yetdi. Safarning o'g'li Oysha, Latifa xola, qishloq ahli hamma yig'lashni boshladi. Bir paytlar tosh otib peshonasini yorgan bolalar endi katta bo'lgandi. Ayollar boshlariga ro'mollarini o'rab qabristonga bordilar. Vali amakini qabrini ustida boya aytganimda Yosin o'qidilar. Erkaklar masjidlarda uning haqqiga xatmi Qur'on qildilar. Bolalar kattalardan bo'lgan narsalarni eshitib hayratga tushdilar. Demak, biz yomon degan odam yomon emas ekanda, yaxshi ekanda deyishdi. Va eng ko'p yig'lagan imom bo'ldi. Chunki 40 yil davomida, ya'ni ko'p yillar deylik, 40 yil demaylik. Har jumasida yomondan uzoq bo'ylar deb nima qilardi? Odamlar yomon desa valamakini tushunardi. Hamma keyin valamakidan uzoq bo'lardi. Yomonlikni tarozisi bizni tarozilarimiz emas, o'lchaydigan tarozi. Aytishlaricha imomdan boshqa qaytib minbarga chiqmadi deyishadi. Umrining oxirigacha xuddi Vali amakiga o'xshab safda oxirida o'tirishni odat qildi. Endi va'z aytmayman.
va'z aytadiganlar odamlarni tanishi kerak bo'ladi deb nasihat qilar ekan. Men uchun yoki odamlarni bilmaydiganlar uchun sukut eng xayrlisidir. Bu yerda ozgina tafakkur qilsak bo'lar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar. Allohning shunday bandalari bordirki, agar ular Allohning nomiga qasamyod qilsa, qasam ichsa, Alloh ularning qasamini qaytarmaydi. Rijalul g'ayb. Kimligi yashirin odamlar. Har doim bor ular. Oramizda bo'ladi. Ularni ko'rish uchun ko'z ochiq bo'lish, ya'ni ko'z degan qalb ko'zi ochiq bo'lish kerak. Qalb ko'zi qanday ochiladi? Boshqalarni qoralash, hukm qilishni bas qilgandagina sekin-sekin mudroq ko'zlar ochilishni boshlaydi. Birovni ayblarkansiz, har doim yanglish ehtimol borda, adashayotgan bo'lishingiz mumkin-da. Allohning o'lchovlarida u kim ekanligini hech kim bilmaydi-da. Biz uzoqroq turadigan inson biz uchun Allohdan rahmat so'rayotgan inson bo'lishi mumkin. Uning qo'llari har doim biz uchun rahmat so'rab ochilar. Ammo biz undan uzoqroq bo'lishni istaymiz. To'liq insonni bilish qiyin. Onamizni, otamizni, juftimizni, farzandimizni ham to'liq bila olmaymiz. O'zimizni ham to'liq bila olmaymiz. Har bir odamning ichida bir hilvatgohi bor. O'zi ham kira olmaydigan, ammo Alloh nazar sola oladi u yerga. Alloh biladi. Uning hilvatlarida nima borligini. Biz ham hayotimizda qancha hukm qilganmiz. Keyin yanglishganimizni bilib qolganmiz. Bu odamlar yomon, bu odamlar unday, bunday deganlarimiz. Yaxshi bo'lib chiqqanda birini yuziga eshikni yopganmiz. Keyin bilsak u eshikni ochgan u bo'lib chiqsa, bunaqa xatolar hammamizda bor. Adashmaydigan odam yo'q. Ammo eng so'ngida u daftardan topilgan yana bir narsani aytib keyin yakunlayman. U daftar orasida eng oxirida yana bir sahifa yozuv bor ekan. Bu uni o'sha Vali amaki vafotidan bir hafta oldin yozgan ekan. Imom buni eng oxirida o'qidi. O'qiyotganda ovozi titradi. Shunday bitilgandi. Bu mening oxirgi yozayotganlarim. Chunki tanam juda charchoq. Chaqirishingni his qilyapman, Allohim. Bugun kichkina bir bolacha yonimga keldi va dediki, Murodning o'g'li 5 yoshda, u boshqa bolalardek mendan qochmadi, menga tosh otmadi. Yonimga kelib so'radi, amaki dedi, siz yolg'izmisiz, hech kimimiz yo'qmi dedi. İçimden aytdimki, yo Rabbi, 40 yildan beri, aqlimni taniganimdan berini 40 yildan beri deyapmiz-da endi. Hech kim mendan siz yolg'izmisiz deb so'ramagandi. Tizzalarimda mador ketib qoldi. U bolaga javob bera olmadim. Chunki yig'lab yorishimga ozgina qoldi. Indamadim. U bola boshini egdi, javob bo'lmagandan keyin indamasdan ketdi. Shu kecha uyga qaytganimda eshigimni oldida bitta atirgulni topdi. Kichkina qizil atirgul. Buni o'sha bola qoldirgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Aqlimni taniganimdan beri meni eshigimga birov bir narsa qoldirgan emas.
men doim boshqalarning eshigiga biror narsa qoldirishga harakat qildim. Allohning izni bilan, sening izning bilan. Bu kecha esa meni eshigimga kimdir atirgul qo'yib ketdi. Allohim, angladim. Sen meni huzuringga olasan. Intiho yetib kelmasdan, tarozilar qo'yilmasdan menga bunday bir mujda berganing uchun, bunday bir go'zallikni ko'rsatganing uchun senga yana shukrlar aytaman. Bu gul, u meni butun umr qilgan mehnatimning bir evazi emasligini bilaman. Bu gulning sening menga bir saloming ekanligini ham bilaman. Bu salomni oldim, roziman, rozi bo'l. Jonimni olishing mumkin. Va o'sha kechada Vali amaki vafot etdi. Ertalab uning yostiq ostidan o'sha gulni ham topdilar. Qurib qolgan, lekin ifori hamon ufurib turgan gul. Endi bir xulosa xotima. Bu hikoyani tinglarkan xayolingizda nima o'tdi? Kimdir keldimi sizni xayolingizga? Menimcha keldi. Masalan, yillar davomida arazlashib yurganingiz kimdir? U yomon odam, yaxshi odam emas, uzoqroq tur deganingiz kimdir? Balki bir qarindosh, eski bir do'st, yillar davomida aloqangiz sovib ketgan bir qardosh, qon qardosh. Menimcha bugun uning eshigini taqillatish kerak. Eshikni ochmasligi sizni haydab yuborishi ham mumkin. Qo'pollik qilishi mumkin hatto. So'kishi mumkin, mayli. Siz boring. Dengki, bu borishingiz men shu yerdaman degani bo'ladi. Balki seni tushunmadim, balki adashdim, lekin men shu yerdaman degani bo'ladi. Buni deng hatto. Bu yetarli. Chunki bir kuni Alloh hammamizga uzoq umr bersin, lekin bir kun kelib o'sha eshikni ochish imkoni yopiladi biz uchun manguga. Va bir tobutning orqasidan borar ekanmiz, qaniydi vaqtida deb nadomatlar. Bunaqa narsalar og'zimizdan chiqishi mumkin. Og'ir so'zlar, qiyin so'zlar. Oling qo'lingizda telefonni, o'ynab o'tirganingiz telefonni oling. Shu oqshom. Unday odamlar bo'lsa hayotingizda ularga qo'ng'iroq qiling. Aksar hollarda ahvolingiz yaxshimi, salomatmisiz deyishni o'zi kifoya qiladi. Hamma tugun yechilib ketadi shu yerda. Bir shu bilan, shu jumla bilan eshiklar hammasi ochiladi, yopilgan eshiklar. Biz bilmaymiz u odamlarning kimligini. Haqimizga duo qilib yurgandir boya aytganimizdek. Biz bilmagan yaxshiliklari bordir bizga. Buni biz bilolmaymizki. Biz nimani bilamiz? Yomonlashni bilamiz, tosh otishni bilamiz, hukm o'qishni bilamiz. Agar unday insonlar bu dunyoni tark etgan bo'lsalar, ularni qabrlarini ziyorat qiling, yosin tilovat qiling, rozilik so'rang. Ya Rabbim, bizni birovni yomonlaydigan xastaliklarni yuziga soladiganlardan qilmagin, bundaylardan bizni asragin. Oramizda shunaqa duo qiling, ya'ni oramizda shunday insonlar bo'lsa bizga sezdirgin Robbim. Nohaq hukmlarimiz uchun bizni kechirgin. Kimnidir nohaq ayblagan bo'lsak, ranjitgan bo'lsak, bizni mag'firat qilgin. Bizga rahming kelsin. Shunaqa diqqat bilan eshitganingiz uchun rahmat.
Aziz boshingiz omon, yo'llaringiz ravon, yaratganing doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Iman bizga farqi bor. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xush kelibsiz bugungi suhbatimizga. Mana biz onalar haqida ko'p gapiramiz. Deymizki, jannat onalarning oyog'i ostida deymiz. Keyin bosh irg'ab hammamiz buni tasdiqlaymiz, ha, to'g'ri deymiz. Keyin boshqa narsalarga chalg'ib ketamiz. Unga, bunga. Nega? Chunki juda ham bandmiz. Chunki ishimiz bor. Chunki hayot bizni tinimsiz yugurtiradi. Hammamiz onamizni yaxshi ko'ramiz albatta. Lekin sevish bilan e'tibor berish o'rtasida juda katta bir jarlik bor va biz ko'pincha u jarlikning noto'g'ri tarafida bo'lamiz. Bugun sizga aytib bermoqchi bo'lganim hikoya ana o'sha jarlikning noto'g'ri tarafida turgan odamning hikoyasi. U odam onasini yaxshi ko'radi, sevadi. Ammo holidan xabar ololmaydigan bir odam. Va onasining tun qorong'usida u uchun nima qilayotganidan mutlaqo bexabar bo'lgan bir odam. Odamni ozgina ta'riflaylik. Bir shaharda yashaydi, ishi bor, eng so'nggi rusumdagi mashinasi bor, zamonaviy bir ofisi bor. Odamlar deydiki, bu juda muvaffaqiyatli odam. Ertalab barvaqt chiqib ketadi, tunda kech qaytadi. Bilmadim, telefonni tinimsiz jiringlaydi, majlisdan majlisga yuguradi. Hayoti bir nevi qaynaydi. Hech bo'lmaganda tashqaridan qaragan odamlarga nima qiladi? Shunday ko'rinadi. Onasi qishloqda yashaydi. Yolg'iz. Otasi yillar avval olamdan o'tib ketgan. Opasi bor, opasi mutlaqo boshqa bir shaharda yashaydi. Opasi haftada bir qo'ng'iroq qilib turadi, onasidan hol-ahvol so'raydi, ammo bizning qahramonimiz oyda bir, gohida unga ham vaqt topolmay qolishi mumkin. Onasi qo'ng'iroq qilganda, oyi deydi, hozir bilmadim, majlisdaman, bandroqman, keyinroq o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman deydi. Va boshqa narsalar bilan band bo'ladi va unutadi. Lekin pul yuborib turadi. Har oy muntazam ravishda pul yuboradi. Kartasi orqali deylik. Va bir izoh ham yozib qoldiradi. Onasiga pul yuborgan xabarini berar ekan, biror ehtiyojingiz bo'lsa, nima qiling? Ayting. Ammo u onaning pulga ehtiyoji yo'q edi. Onaning yagona ehtiyoji o'sha bolasi yozgan izohning oxirida yana bitta jumla qo'shilishi edi. Masalan, onajon, sizni sog'indim. Sizni yaxshi ko'raman. Yaxshiyam borsiz hayotimda kabi bunday bir jumla edi. Ammo bu jumla hech qachon kelmadi. Qahramonimiz hayitlarda, mana shunaqa bayramlarda gohida borib turadi. Ertasi kuni qaytib ketadi. Onasi dasturxon yozadi. U yaxshi ko'rgan taomlarni pishiradi. Yostiqlarni tayyorlab qo'yadi. Bolam uxlaydi deb. Odam uxlaydi va ertalab "Oy, men ketyapman, ishim bor" deydi. Onasi eshik oldida so'ppayib deydi-yu bizda, so'ppayib qolib ketadi. Mashina ko'zdan yo'qolguncha qarab turadi, qo'lni duoga ochadi. Keyin ichkariga kiradi. Dasturxonda qolgan idishlarni yig'ishtiradi. O'g'li suv ichgan stakanni yoki piyolani yuvishni istamaydi. Bir necha kun shunday qolsin deydi.
bu stakanda o'g'limning izi qoldi deydi. O'g'lining izi bu uyda bir necha kun ko'proq qolishini istaydi. Odamning bundan hech xabari yo'q. Onaning daftari bor. Eski jigarrang muqovali, chetlari yedirilib ketgan bir daftar. Ona xufton namozidan keyin joy namozni yig'ishtirmay turib, o'sha daftarni ochadi. Ichida ismlar yozilgan. Har bir ismning yonida qisqacha bir izoh ham yozib qo'yilgan. Har kecha u daftarni ochadi, ismlarni o'qiydi va ularning har biri uchun alohida duo qilardi. Bunday qilishini hech kim bilmasdi. Qo'shnilar bu kampir juda erta uxlaydi deb o'ylashardi. Holbuki u kampir juda kech yotardi. Chunki qilishi kerak bo'lgan duolar ro'yxati bir nevi ancha uzun edi. Bu daftar haqida qayerdan bilamiz? Buni hikoyaning oxirida albatta sizga aytaman. Ammo hozir masala boshqa. O'lim albatta keladi. Qo'shni bomdod namoziga turganda kampirning uyida chiroq yonib turganini ko'rdi. G'alati ko'rinmasdi. Har doim shunday bo'lishi mumkin edi. Namoz o'qiyotgandir, tahorat olayotgandir, udur-budur. Lekin birozdan keyin o'tish kerak edi, hech o'chmadi. U ayolning ko'ngliga bir g'ashlik keldi, qo'shni ayolning ko'ngliga va eshikni qoqdi. Hech kim ochmadi. Amallab ichkariga kirdi. Ona joy namozining ustida edi. Qo'lida tasbih, ko'zlari yumuq, yuzida xotirjamlik, vafot etgandi. Duo qilayotib jonini taslim qilgandi. Qo'shni ayol o'g'liga qo'ng'iroq qiladi. Odam yana majlisda. Telefonni 3 marta jiringlaydi. Amal taqal go'shakni ko'taradi. Eshitaman deydi. Qo'shni ayol, o'g'lim onangiz omonatini topshirdi. Odam bir lahza jim qoladi. Keyin ketyapman deydi, ya'ni boryapman. Telefon o'chadi. Majlisga qaytadi. Deydiki, uzr so'rayman. Onam vafot etibdilar, ketishim kerak deydi. O'rnidan turadi, ketadi. Janozaga keladi. Ona yuviladi, kafanlanadi, janoza o'qiladi, dafn etiladi. Odam yig'laydimi? Yig'laydi. Yig'lash kerak bo'lgani uchun. Marakadan keyin ozgina qolib, qo'shnilarning ta'ziyalarini qabul qilib qaytib ketadi. Nega? Chunki ishi bor. Opasiga aytadiki, opajon, bu yog'ini siz hal qiling. Men biroz bandman. Opalar indamay rozi bo'lganda, uning opasi ham indamay rozi bo'ladi. Doimiy bahonasi bandman. Ishim ko'p. Onasining 40 kun o'tgandan keyin u odamning hayoti deyarli hech narsa o'zgarmaganday davom etadi. Ish, majlis, telefon, ovqat, uyqu.
ulfatbozlik, udur budur. Onasini o'ylamasdi deyolmaymiz, o'ylardi. Ammo o'ylash ba'zida shunchaki aqldan bir zum o'tkazishdir. Bir zum o'tkazib qo'ysak, o'yladim, unutmadim, Unaqa o'ylar qancha keladi xayolimizga? Boshqa o'ylar bilan u o'yning ham nimasi bir bo'lgani uchun boshqa o'ylar u o'yni ustini o'chirib ketaveradi. Chuqur o'tirib o'ylash, vaqt ajratish, bu mutlaqo boshqa bir narsa. 40-kun opasi qo'ng'iroq qildi. Aytdiki, onamning uyini yig'ishtiryapman dedi. Kelsang, olishni istaganing biror narsa bordir. O'shani olasan. Odam bordi. Qishlog'iga yetib bordi. Uyining eshigini ochdi. Ichkariga kirdi. Onaning hidi yuzlariga urdi. Tanish hid. Bir chimdim kirsovunning hidi. Bir qadar qalampir munchoq hidi. Yana qandaydir eski matolar hidi. Bir lahza to'xtadi, ozgina. Ostonada u hidni ichiga yutarkan biroz turib qoldi. Keyin opasi bilan birga xonalarni yig'ishtirishdi. Javonlar, tortmalar, eski buyumlar, eski rasmlar, onasining kiyimlarini xaltalarga solishdi. Keyin oshxonadagi eski qozon, tovoq, idish bularni ajratishdi. Keyin birga yotoqxonaga kirishdi. Onasining o'rnini tekis qilib yig'ib qo'yilgandi. Xuddi u yerda hamon kimdir, bilmadim, uxlashiga hozirlik ko'rilgandek. Yostiqning yonida eski bir mushaf, Qur'oni Karim turardi. Opasi oldi, o'pdi, peshonasiga surtdi. U odam opasining yoniga o'tirdi, karavotning chetida. U o'tirgan joyda devorga yopishibroq turgandek chang bosgan bir narsani ko'rdi. Egildi, qo'liga oldi. Jigarrang muqovali daftar. Chetlari yirtilib ketgan. Odam daftarni ochdi. Birinchi sahifada onasining dastxati bilan, yozuv bilan shunday bir sarlavha yozilgandi. Tungi duolarim. Tagida bir sana. Yillar avvalgi sana. Sahifani o'girdi. Har bir sahifada ismlar bor edi. Va har bir ism yonida qisqa jumlalar bor edi. Onasining dastxati. Tekis, chiroyli harflar bilan, tartib bilan yozilgan. Ammo vaqt o'tishi bilan keyin yozilganda yozuv sifati yomonlashib boradi. Onaning qo'llari qaltirashi bilan, titray boshlagani bilan satrlar qiyshaygan, ba'zi so'zlar chala qolgan. Eng dastlabki ismlarga ko'z yugurtirdi. Fatima qo'shnining o'g'li kasal. Shifo ber, ya Rabbim. Xadicha opaning eri ishsiz. Eshigini och, ya Rabbim. Mahmud amakining qizi imtihoni bor. Muvaffaqiyat ber, ya Rabbim. Qishloqdagi yetim bolalar, ularga bir ota yubor, ya Rabbim. Sahifalarni o'girdi, har kecha uchun alohida sana,
alohida ro'yxat. Onasi har kecha bir qog'ozga qaysi qo'shni uchun, qaysi qarindoshi uchun, qaysi tanishi uchun duo qilishini yozib chiqqan. Nima deb duo qilishigacha yozib chiqqan. Va ularning hammasini bitta-bitta o'qigan. Mana boshliqlarning oldiga qog'ozga yozib kiriladi-ku, esimdan chiqib ketib qolmasin deb. Onaxonam Allohning qarshisida turganimda so'raydigan narsalarini unutib qo'ymay, buni so'rayman, buni so'rayman, buni so'rayman deb kun bo'yi yozib chiqqan. Va kechqurun tunda u daftarni ochib, Robbim, qarshingga keldim. Sendan so'raydigan narsalarim bor, buni so'rayapman. Ana shu ro'yxatning o'rtalarida opasining ismi bor edi. Qizimning turmush o'rtog'i bilan orasini tuzatgin, yo Robbim. Bolalarimga sabr bergin, ko'zlarini nurli qilgin. Odam varaqlashda davom etdi. O'zini ismini qidiryapti-da. Sahifama-sahifa, oyma-oy, yilma-yil. Har bir ro'yxatda ayni bir tartib. Avval qo'shnilar, so'ngra qarindoshlar, keyin opasi, so'ng qishloqdagi faqirlar, undan keyin u bilmaydigan qanaqadir ismlar, qanaqadir televizorda ko'rganlari odamlar, nabiralari ham bor. Va har bir ro'yxatning eng oxirida sahifaning tubida ba'zan bir satr sig'adigan kichkina bir joyda qistirib yozilganday doim bitta ism, u o'zining ismi, odamning ismi. Eng oxirida har kecha, har ro'yxatda eng oxirida odam buni anglab yetgach sahifalarni orqaga varaqladi. 1-yil eng oxirida, 5-yil yana eng oxirida, 20-yil eng oxirida, har kecha eng oxirida. Nega? Eng avvalida dastlabki yillarda, yo Rabbim, o'g'lim juda ko'p ishlayapti, charchayapti, unga kuch-quvvat ber, namozini o'qisin, meni yo'qlamasin mayli, lekin namozini o'qisin, yo Rabbim. Oradan yillar o'tyapti, yana o'qiyapti. Yo Rabbim, o'g'lim bugun hayit edi, qo'ng'iroq qilishni unutib qo'ydi, undan gina qilmayman. Sen ham uni yomon ko'rma, uni kechir. Yana varaqlayapti. Yo Rabbim, o'g'lim namozni tark qilibdi, eshitdim, opasidan bildim. Uni o'zini yo'liga qaytargin, to'g'ri yo'lga qaytargin. Meni hayotligimda qaytargin, ko'zim bilan ko'rib ketay, ko'zim ortda qolmasin. Yana vaqt o'tadi. Yo Rabbim, bu kecha o'g'lim uchun juda ko'p yig'ladim. U bilmaydi, qing'ir ishlari haqida eshitdim. Dunyo bilan ovvora bo'ldi. Meni unutdi, seni unutdi. Allohim uni isloh qilgin, yo Rabbim. Men ojizman, isloh qila olmayman. Mening ovozimni eshitmaydi. Seni ovozingni eshitsin, Allohim. Borgan sari boya aytganimizdek yozuvlar yomonlashadi, qo'llar titraydi, harflar kattalashgan. Nega? Chunki endi ko'zlar yaxshi ko'rmaydi. Qalamni zo'rg'a ushlagani bilinadi. Deydiki, yo Rabbim, men charchadim, qo'llarim qaltirayapti. Ammo o'g'lim uchun duo qilishni tark eta olmayman. Omonatingni topshiradigan kunim yaqinlashyapti. Bir o'tinchim bor. Uni mendan keyin ham asragin, mendan keyin ham uni panohingda saqlagin. Uni kim duo qiladi mendan keyin? Hech kim uni duo qilmaydi. U o'zini o'zi duo qilmaydi, yo Rabbim.
Men onaman. Onalarning duosi rad etilmaskan. Men bundayligiga ishonaman. Bu misralar. Varaqla en so'ngiga kel. Arang o'qiladigan tushunarsiz yozuvlar. Qalam qog'ozga bir joyda zo'rg'a bosilgan, bir joyda zo'rlab bosilgan. Yo Rabbim, ketyapman. O'g'lim yolg'iz qoladi. Lekin yolg'iz qolayotganini bilmaydi. Chunki u mensiz ham yashay olaman deb o'ylaydi. Balki haqdir. Balki mensiz ham yashar. Men ketganda farishtalaringni yubor. Uni asra, uni avayla. Bu eng so'nggi o'tinchim, iltimosim. Allohim ijobat qilgin. Boshqa hech narsa xohlamayman. Odam u daftarni o'qir ekan, tiz cho'kib. Tamom bo'ldi. U daftarni endi ko'ksiga bossinmi, boshiga qo'ysinmi, quchoqlab yig'lasinmi, yelkalari silkinib xo'ngrasinmi. Opasi xonaga kirib keldi. Uni bu ahvolda ko'rib nima bo'ldi? Odam gapira olmadi. Daftarni opasiga uzatdi. Opasi ham bir necha sahifa o'qidi. U ham yig'lashni boshladi. Opa-uka onalarining yotog'ini yonida tiz cho'kkancha yig'lashardi. Va oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin odam gapirishni boshladi. Opajon dedi. Onam har kecha men uchun yani bir narsalar demoqchi, ammo hech bir jumlasini oxiriga yetkaza olmaydi. Duduqlanadi, yig'laydi. Opasi yelkasiga qo'llarini qo'ydi. Bilaman. Onalar shunday bo'ladi dedi. Odam aytdi yo'q dedi. Siz tushunmaysiz dedi. Men hech yo'qlamadim. Hech hislarimni ayta olmadim. Pul yubordim, u qildim, bu qildim. Shu yetadi deb o'yladim. Majlisdaman dedim. Keyin qo'ng'iroq qilaman dedim. Nega meni ismim doim eng oxirida? Opasi ham darhol sahifalarga ko'z yugurtirdi. Haqiqatan ham eng oxirida edi. Bilmayman dedi. Va o'yga toldi bir lahza. Keyin ohista gapira boshladi. Balki eng og'iri sen eding. Balki sen uchun eng ko'p yolvorish kerak bo'lgandir. Shuning uchun oxiriga olib qo'yilgandir. Uzoq vaqt ajratish kerakdir senga. Avval boshqalarni duo qilib, so'ng eng oxirida eng og'ir yukni ko'targandek. U odam boshqa o'sha kuni gapirmadi. Opasini aytgan to'g'ri edi. Bir qora mamush haqida bir hikoya aytib bergandim. Qisqagina aytib bergandim. Shuni bir kengaytirib aytib bermoqchiman shu kunlarda inshaalloh. Ya'ni 40 yil ko'rilgan tush yolg'on bo'lish mumkin emas deyilgandi u yerda. Hozir u hikoyaga o'tib ketmay, bu hikoyada ham xuddi shunday. 20 yil qilingan duo ijobatsiz qolmaydi degan bir nima bor-da. Onaning duosi arshni titrataveradi. Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallam
marhamat qilganlar. Ya'ni 3 ta duoning rad etilmasligi haqida. O'shalardan bittasi ota-onani, farzandini duo qilish. Bir ayol 20 yil davomida har kecha o'g'li uchun duo qildi. U dunyo bilan band bo'lib yurgan bir paytda dunyoning bir qorong'u go'shasida qo'llari titrayotgan bir kampir eskirib ketgan bir daftarni varaqlab o'g'li uchun so'rashni rejalaganlari va rejalab yozganlari matnni qidirardi. Xullas, odam o'sha kuni ketolmadi. Onasining o'rnida yotdi. Onasining yotog'ida yotdi. Tonggacha ko'zini shiftga qadab chiqdi. U daftar ham yonida turardi. Keyin bomdod namoziga azon aytildi. Yillar o'tib ilk bora bomdod namozini o'qidi. Onasining joy namozida o'qidi. Peshonasi sajdaga tekkanda ichida alla narsa qars etib uzilganday bo'ldi. O'sha paytgacha ko'tarib yurgan bandmanlar, keyin qilamanlar, vaqtim yo'qlar, bahonalar, ya'ni bir zumda yo'q bo'lib ketdi. Bosh narsalar ekanligini tushundi. Sajdadan boshini ko'targanda, balki endi u mutlaqo boshqa bir odam. Onasining qabriga bordi o'sha kuni. Izg'irin, yolg'iz o'zi. Odam o'sha kundan keyin o'zgardimi? Balki balki yo'q, buni biz bilmaymiz. Ammo bilganimiz shu. U onasining daftarini hech qachon yonidan ayirmadi. Doim yonida olib yurdi. Har kecha xuftondan so'ng onasining daftarini ochib, onasining yozgan ismlarini va u ismlar yonidagi duolarni o'qishda davom etdi. Onasining o'rniga duo qilishni boshladi. Onasi qoldirgan ro'yxatni bir nevi qabul qildi, davom ettirdi va o'zining ismini o'rniga onasining ismini yozdi. Onasining haqqiga ham ko'p duolar qildi. Allohdan mag'firat so'rab, rahmat so'rab. Endi shu yerda mana hikoyani aytdik. Endi hozir bu videoni to'xtatib, qo'ng'iroq qilib, hol-ahvol so'rab, yaxshimisiz? Sizni sog'indim. Meni duo qiling. Baxtimga sog' bo'ling. Ovozni eshitib tursam ham ko'nglim ko'tarilib ishlarga g'ayratli bo'lib ketaman. Ovozingizni eshitsin. Har kuni bir marta qo'ng'iroq qiling. Iloji bo'lsa bir necha marta qo'ng'iroq qiling. Bayramlarni hech birida qoldirmasdan boring. Dunyoni bir chekkalarida ishlab yurgan bo'lsangiz, mehnat qilib pul topaman deb, bugun telefon bor. Har xil videolarni ko'rib o'tirmasdan har kuni bir yarim soat gaplashing. Hozir arzimagan u nima u? Sizdan hech narsa ketmaydi yarim soat. Keyinga qoldirmang. Chunki bir kuni u telefonni olib qo'ng'iroq qilaman desangiz qila olmaysiz-da, iloji yo'q. Qarshi taraf telefonni ko'tarilmaydi, hech qachon ko'tarilmaydi. Va siz ham qachondir o'sha bir onangizga tegishli bir daftarni topib, siz uchun onangiz yoki nimalar qilganini haqiqatan anglab yetib, qaniydi, deb afsuslanasiz. Agar onangiz olamdan o'tib ketgan bo'lsalar, u kishini duo qiling.
Yasin o'qing, Qur'on o'qing. Va endi oramizda onasiga yomon muomala qiladiganlar ham bor. Agar yomon muomala qilgan bo'lsangiz, e'tiborsiz qoldirib qo'ygan bo'lsangiz, pul yuboryapman, shu yetadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, qo'ng'iroqlariga javob bermayotgan bo'lsangiz, boshqa. Hozirgi bir hikoyadan bir dars oling. Bir tavba qiling. Bugundan e'tiboran hammasini o'zgartiraman deb o'ziga so'z bering va so'zingizda turing. Robbim onalarimiz asrasin. Umrlarini uzoq qilsin. O'tib ketgan onalarni rahmatiga olsin. Beparvo bo'layotgan bizlarni uyg'otsin. Shunaqa. Yaxshi azizboshi zamon bo'lsin, yo'llaringiz ravon, yaratganing doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Iymon bizga farqi bor. Bittasini hamma narsa jonidan o'tib ketibdi-da. Yo'qotaverib, yiqilaverib, sinaverib, keyin otasidan so'rabdi. Ota, yaxshi bo'ldingiz, yaxshi bo'ldingiz. Yaxshi bo'ldim. Nega bitta savol bermoqchiman? Nega faqat yaxshilar zarar ko'raveradi? Tosh kelsa ham yaxshiga keladi, loy kelsa ham yaxshiga keladi. Jar qozilsa ham yaxshiga qoziladi, biri chalib yiqitsa ham yaxshini yiqitadi desa, otasi qarab tabassum qilibdi va debdiki, hech sen masalan bir boqqa kirib borsang, gulni yomonini uzasanmi? Mana xunuk bir gulni uzasanmi yo bir tikonli gulni uzasanmi? Tabiiyki eng chiroylisini uzasan. Odamlar orasida ham shunday. Shu biri bir narsaga qasd qilsa, eng yaxshisini uzib rohatlanaman deb qasd qiladi. Shuning uchun bu dunyoni, bu yolg'on dunyoni nimasi shunday. Har doim eng go'zallar uziladi, kesiladi, sindiriladi, yo'q qilinadi. Eng yaxshilar. Bu adolatsizlik-ku debdi endi o'g'lim. Otasi aytdi, senga bu dunyoni bir aytdimi adolatli deb. Zotan bu dunyo adolatsiz bir dunyo. Amallab yashab, yiqilib, turib, surinib, ustini qoqib, yana davom etib yashaydigan bir joy. Masalan, o'z hayotingizni eslang. Yoki hayotingizda yoningizda bo'lgan, kuzatgan odamlaringizni eslang. Ularning ichida yaxshilar qayerda? Nima bo'ldi ularga? Eng insoflilarining hayoti qanday davom etdi? Lekin mendan endi bu bir dunyo haqida mendan so'rasangiz, men masalan jamiyatimiz haqida yaxshi fikrdaman. Odamlarimiz haqidagi fikrim ijobiy. Bizda yaxshi odamlar baribir bir shaklda qadrini topadi. Masalan, endi biz o'zimiz jamiyatimizdagi ilmli, orif, fozil, zohid, yaxshi odamlarni ko'z oldingizga keltiring. Ayniqsa haqiqatda ilm egalari bo'lgan insonlarni ardoqlanganini ko'rasiz. Yaxshi odamlar hammasi
ardoqlanyapti deyolmaymiz. Hech qursa odamlarimizda yaxshi odamlarga nisbatan bir ehtirom bor. Ehtirom bor joyda kunlardan bir kuni marhamat ham keladi. Marhamat qilishni ham boshlaydi odamlar, yaxshi odamlarga. Chunki yaxshi odamlar aksariyat holatda juda zaif bo'ladi. O'zini haqini ham talab qilishni bilmasligi mumkin. Sof bo'ladi, yomonlik kutmaydi, tez aldanadi. Ko'p xato ham qilishi mumkin. Soddaligidan, mug'ombirlikni bilmaydi, pismiqlikni bilmaydi. İlyos aka degan bir cho'pon bo'lardi. Navoiy viloyatiga borganimda İlyos aka haqida bir hujjatli film olgandim. O'shanda ko'p kishi bilan suhbat qilganmiz. Shaharga hech tushmagan ekan. Shaharga hech tushmagan. Qirlarda yurgan. Qo'ylari bor, kurkalari bor ekan, yuzlab. Eshagi bor ekan, meni eshakka mindirdi. O'zi yonimda ikkalamiz qo'y boqdik. Videolari ham bor. Keyin men u kishi bilan suhbat qildim. Uzoq kunlar suhbat qildik o'zi ham. Bir narsaga amin bo'ldim. Alloh birini zuvalasini yaxshi joydan qorgan bo'lsa, ya'ni birini yaxshi qilib yaratgan bo'lsa, u qayerda bo'lsa ham yaxshi bo'lib qolaveradi. O'qiydimi, o'qimaydimi, boshqami, yani inson o'laroq tabiati, ya'ni ichidan sof biri, toza biri, javhar biri. Ibnul Arabiyni Fusuhul Hikam degan bir Uzukning ko'zi degan bir kitobi bor. 12-asrda yozilgan. O kitobda inson butun yaratilgan narsalar bir uzuk bo'lsa, butun bu nima uzuk bo'lsa, borliq. Alloh yaratgan bir uzuk bo'lsa, inson uning ko'zidir. Gavharidir. Bu hech shaharga bormagan İlyos aka ham bir gavhardir. Men uchun endi. Chunki Alloh shunday yaratgan. Bir Alloh yo'lida ilm qilayotgan, xalqini farovonligini o'ylab bir narsa qilayotgan biri ham yaxshi insondir. Faqat aldanganlar bor. Ular ham aslida yomon insonlar emasdir. Faqat hali anglamamishdir. Aldanish o'ldiradi deganda nimani nazarda tutardik? Ya'ni aldanish o'ldiradi. Ya'ni aldangan bir yomonlikka mahkum bo'ladi. Xuddi kim kabi? Firavun kabi. Firavun aldandi. Nimaga aldandi? Musa alayhissalomni orqasidan qo'shini bilan quvib kelarkan, dengiz ikkiga yoriladi. Dengiz ikkiga yoriladi va Musa alayhissalom o'zini qavmi bilan o'tishni boshlaydi. Orqasidan Firavun o'zini qo'shini bilan keladi, askarlari bilan. Qarasa dengiz yorilgan. Qarasa Musa alayhissalomni qavmi o'tyapti. Men ham o'taman deb o'ylaydi-da, yurishni boshlaganda dengiz o'z holiga qaytadi va ular, ya'ni ochilgan dengiz qaytib yopiladi va hammasi halok bo'ladi. Nega Firavun bu yerda aldandi deyapmiz? Chunki
agar Alloh azza va jalla Musa alayhissalomni Allohni qo'llaydi, dengizni ochib qo'ygan Musa alayhissalomni suv ustidan yurg'iza olmasmidi? Yurg'izib yuboraverardi. Agar shunday qilganda edi, Firavun suvni ustidan yurmasdi. Chunki u Firavun suvni ustida yurishga o'rganmagan biri edi. Ammo u tuproqda yurardi. Shuning uchun Alloh suvni ochdi, Musa alayhissalomni tuproqdan yurg'izdi. Firavun ham men ham o'taman dedi. Chunki nega? Chunki yer va yurishni boshladi. O'shaning uchun aldanish o'ldiradi. Aldandi u yerda. Biz ham hayotda agar yomonlik orqasida bo'lsak, Alloh aldab qo'yadi. Haqmiz deb o'ylab yuraveramiz. Birovni yoqasini yirtib yuboramiz. Birovni yuziga tarsaki uraveramiz. Haqmiz deb o'ylaymizda, birovga yomonlik ham qilib qo'yaveramiz. Birovni qamatib ham maza qilaveramiz. Haqini yeb ham maza qilaveramiz. Biriga xiyonat qilib ham maza qilaveramiz. Nega? Mana shudir bizni aldanib qolganimiz. U yomonligimiz orqasidan Alloh bizni shunday aldab qo'ydiki, endi biz qilayotgan ishimizdan rohatlanadigan bo'lib qoldik va uni to'g'ri deb o'ylaydigan bo'lib qoldik. Xuddi Firavun yorilgan dengizdan qanday haqman deb o'ylagani uchun uni o'ldiraman, albatta o'taman degani uchun yurdi, bo'lmasa yurmasdi. Ana shu yurishi uni aldanishi edi. Bilmadim qanchalik tushunarli gapiryapman. Mana shunaqa. Ha, endi boshidagi nimaga qaytsak, u har narsani yaxshisi nima qilar ekan degan gapni aytdik-a, gulni ham yaxshisi uziladi, odamni ham yaxshisi nima bo'ladi. Ammo yana bitta narsani yaxshisi olib qo'yiladi. O'tinni yaxshisi. O'tinni yaxshisi olovga tashlanmaydi. O'tinni, yog'ochni yaxshisi, ya'ni go'zal narsalar yasaladi. O'shaning uchun yaxshisi bo'lish kerak bir kuni jahannamda olovga o'tin bo'lmaslik uchun. Shunaqa omon bo'linglar. Iman, islom moliyasi asosida daromad oling.